Assalamu alaykum kasbdoshlar. Ko'rayotganingizdek bu darsimizda üst ekstremitə so'ngaklarining ichidagi yon bilak so'nkimiz va shundaqla qo'l so'nkilarimiz bilan tanishib chiqamiz. Mana o'ng tarafdagi rasm oldidan ko'rinishi, so'l tarafdagi rasm bo'lsa keyindan ko'rinishi. Birinchi bo'lib ko'rganimiz yon bilak so'ngki. Yon bilak so'nkini biz radius deb ataymiz. Mana yeşil rangda ko'rganinglar anatomiyalik pozitsiyonni esinglarga olsanglar qo'limizning olqini mushundaq oldiga qarab turadi. Demek radius sönkümüz bizning lateralda, ya'ni teshiga yaqin tarafda. Ma rasm radius sönkininki orqadan ko'rinishini bergan. Bosh barmoqimiz boya har zaman lateralni ko'rsatadi. Shu radius sönkimiz lateralga joylashgan bo'ldi. Yon bilak sönkimizning 3 tane yuzi va 3 tane girviki bor. Birinchi bo'lib ko'rdiğimiz facies anterior. Mana yeşil rangda bo'yalgan yuzni biz facies anterior deb ataymiz. Bu yuzda kichik bir tane to'shik bor. Bu to'shikdan so'ngakni oziqlantiradigan neri va tomirlar o'tadi. To'shikning ismi mana ko'k rangda ko'rsatilgan to'shik shu. Foramen nutricum. Kechiringlar imlosi xato bo'lib qolibdi. Hozir tuzaytimi? Ma rasm qaraydigan bo'lsak, yana oldidan ko'rinishi bu. Yeşil rangda bo'yalgan mavi girvakni biz margo anterior deb ataymiz. Rasmda yon bilak so'nkimiz bilan bilak so'nkimiz birlikda ko'rsatilgan. Ko'k rangda chizilgan girvakni biz margo interosseus deb ataymiz. Margo interosseus degan İki so'ngakning o'ttirsidagi girvak degan gap. Mana shu ko'k rangda bo'yalgan girvak shu. Ikki girvakning o'ttirisining baki facies anterior bor. Rasmda keyindan ko'rsatilyapti. Keyindagi mushu girvakning ismini biz yeşil rangda bo'yalgan margo posterior deb ataymiz. Margo posteriorning so'l tarafdagi yuzini facies posterior deb ataymiz. O'ng tarafdagi yuzni bo'lsa facies lateralis deb ataymiz. Mana eng teshida, eng sirtqi tarafda bo'lganlik uchun bu yuzni facies lateralis deymiz. Ma yeşil rangda bo'yalgani caput radi, ya'ni radius so'nkining beshi. Qarasanglar radius so'nkimizningki bosh tarafi kichik, quyruq tarafi bo'lsa cho'nki. Radius so'nki bilan ulna so'nkining mushu bosh tarafda qarasanglar ko'k rangda bo'yab qo'ygan, tegishib turadigan bo'g'ima hosil qiladigan bir yeri bor. Buni biz circumferencia articularis deb ataymiz. Endi yana mushu caput radida usti bilak bilan tegishib turib bo'g'ima hosil qilgan bir yuz bor. Bu yana biz fovea articularis deb ataymiz. Ma yeşil rangda bo'yg'imiz bo'lsa collum radi, ya'ni radius so'nkininki bo'yni. Mana shu bo'ynidan ozroq pastga tushgan vaqtimizda bir hurrak bor, ya'ni ishib teshiga chiqqan ya. Bu yani biz tuberositas radi deb ataymiz. Ko'rganinglardek men hozirgacha ko'rsatgan bu rasmlarning hammasi radius so'nkininki oldidan ko'rinishi. Tuberositas radining bor bo'lgan tarafini biz radiusning oldi tarafi ekan deb hukm qilsak bo'ldi. Endi shu radius so'nkining quyruq tarafiga qarasak, mana bu yerga chiqqan bir o'sikchi bor. Bu o'sikchini biz processus styloideus radi deymiz. Endi bu yon bilak so'nkimizning radiusninki keyindan ko'rinishi. Keyinda bir tugunchak bor, mana yeşil rangda bo'yalgan. Buni biz tuberculum dorsale deb ataymiz. Dorsal degan gap tunji darsimizda ko'rgandik, dumbisi degan gapdi. Mana shu keyin tarafda ko'rsatilgan bo'lganlik uchun tuberculum dorsale bo'ldi. Radiusning oldi taraf ekanligiga hukm qilishning eng yaxshi tuzilishi tuberositas radiga qarash. Keyin tarafligiga eng yaxshi hukm qiladigan tuzilish bo'lsa tuberculum dorsale. Endi biz birlikda bayatdan beri ko'rgan tuzilishlarimizni videoda qaytadan ko'rib chiqqach, yana o'rganadigan sol tarafga yozib qo'ygan ikki tuzilishlar bor. Bularni birlikda ko'rib o'rganaylik. Aytgan bo'lsak, mana bo'g'ima hosil qiladigan yeri fovea articularis, caput radi, collum, tuberositas radi, mana hurrak, margo anterior, biavos facies anterior. Bu margo interosseus. Mana mushu girvak shu. İki so'ngak orasidagi girvak. Endi ko'rdiğimiz insula ulnaris, mana o'ymonliq va miyada. Insula ulnaris yangi tuzilish. Ulna so'nki radius so'nkiga tekkan vaqtida radius so'nkida qoldirib qo'ygan iz o'ymon. Bu yana insula ulnaris deymiz. Endi mana processus styloideus bayam degan o'sikcha. Processus styloideus. Margo posterior, mana girvak. Facies posterior. Bu yer bo'lsa tuberculum dorsale. Endi eng oxirida ko'radigan tuzilishimiz bo'lsa, pastga qarab turgan bir yuzi bor. Pastga qarab turgan mana yuzi. Uning qo'limizning beg'ichi bilan bo'g'ima hosil qildi. Mana shu bo'g'ima hosil qilgan yuzini bo'lsa facies articularis carpalis deb ataymiz. Beg'iz so'nkimizni carpalis deb ataymiz. Bu yerda deb o'tib ketaylik, yana ko'ramiz. Endi ikkinchi bo'lib ko'radigan so'nkimiz bo'lsa bizning bilak so'nkimiz. Mana bu oldidan bo'lsa keyindan ko'rinishi. Bu so'ngakni biz ulna deb ataymiz. Ko'rganinglardek
Mana bu bilek sönkümüz ulna kuluşqa oxşaydı. Radius sönkü bilen ulna sönküni mana şu kuluşni göz aldığınlarga keltirip durup ayırsanlar buldu. Radius lateralda yerleşken, ulna bolsa medialda yerleşken. Baş barmağımızga toğrı kelgen yerde radius ba, şimçilaq barmağımızga toğrı kelgen yerde ulna ba. Ulna bizning bilek sönkümüz, radius bolsa bizning yan bilek sönkümüz. Ulna bilen radiusning nurgun atalgılar oxşaydı. Mesela ulnanın oxşaş 3 tane graviki ve 3 tane yüzü var. Bular margo anterior, margo interosseus, margo posterior. 3 tane yüzü bolsa facies anterior, facies medialis ve facies posterior. Lekin radiusta facies medialis yoxdu. Bunun yerde facies lateralis var. Nimişqa? Çünkü radius lateralda joylashgan, shunga uningda facies lateralis bor. Ulna bo'lsa medialda joylashgan, shunglashqa buningda facies medialis bor. Biz hozir buni videoda ham aniq ko'ramiz. Facies anterior, margo anterior, margo interosseus, margo posterior miyadagi girvak. Endi ma resimga qarasam o'xshash shaklda bu keyindan ko'rinishi. Margo posterior yeşil rangdagisi. Margo posteriorning so'l tarafidagi bu ko'k rangda bo'yalgan yuz bo'lsa, facies medialis iç tarafdagi, o'ng tarafdagi, ya'ni ko'k rangda bo'yalgan tish tarafdagi yüzü bo'lsa, facies posterior. Endi menga qarasam foramen nutricum degan yana bir atalg'u chiqdi. Bu atalg'uni radius vaqtidan ishlatgandik. Ya'ni facies anterior oldidagi yuzida mush so'ngakni ozuqlantiradigan nerv va tomirlarning kiradigan bir to'shqi bordi. Bu to'shqni nima deb ataydik? Foramen nutricum deb ataydik. Ulnadımı o'xshash musa deb ataymiz. Ma birinchi rasmda ko'rganimiz oligranun. Keyindan ko'ringanlik uchun bu rasmni taz yaxshi ko'rinmay qapti. Endi ma rasm qarasanglar mana. Ulna sönküninki oligranun degan shu. Buni biz Uyg'urchada burkut tumshuqi deb ataymiz. Mushu tuzilishning ismi nimaki? Oligranunki. Bu keyindan ko'rinishi, bu bo'lsa oldidan ko'rinishi. Ma kul rangda ko'rsatilgan bo'g'im hosil qiladigan yuzini insura telocrealis deb ataymiz. İnsanlarda barmiki üst bilek sönkümüzden trokilia humeri degan tuzilişi naq mushaga kep o'ltirdi. Bu bo'g'im hosil qiladigan mana mushu tuzilish shaklini bo'lsa insura telocularis deb ataymiz. Ma ikkinchi rasmda bir o'sikchi bayishli rangda bo'yalgan. Bu o'sikchining ismi processus chronoideus. Xuddi radius sönküde bor bo'lgandek ulnea sönküdümü bir tane hürrek var. Hürreknin ismi tuberositas ulnea. Radius'ta demeti tuberositas radiiti. Hem ulna sönküde özüge xas bo'lgan miyada bir qir var. Bu qirga ba'zi muskullar yepishib keldi. Bu qirning ismi sta musculi supinatoris. Radius bilan ulna birlashib kelganda radius sönküning ulnaga qoldirib qo'ygan bir izi bor, bir o'ymonlik bor bu yerda. Bu o'ymonning ismi insura radialis. Esinglarda bormikin? Dexa bayam insura ulnarisni ko'rgandik. Endi insura radialisni ko'ryapmiz. Insura radialis mana üst tarafda va ulna sönküning tuzilishi bu. Insura ulnaris bo'lsa, ost tarafda radius sönküning tuzilishi. Buni yaxshi ayırib bilishimiz kerak. Ulna sönkü radius sönküde iz qaldırıp qo'yganlik uchun buning ismi insura radialis, ya'ni yan bilek sönkü o'ymini. Endi ma yeşil rangda bo'yalgan yer kaput ulna. Demak, radiusning beshi ustida, ulnaning beshi ostidagi. Ulna bilan radius sönküning mushu ost tarafda ko'k rangda bo'yalgandek birlashib kelgan yeri bor. Bu ya'ni biz circumferentia articularis deb ataymiz. Bunu radiusunu so'zlagan vaqtimi so'zlab o'tib ketdik. Yana o'xshash ulnaninki keyindan ko'rinishi. Bu o'sikchining ismi processus styloideus. Mana keyindan bo'lsa oldidan ko'rinishi. Endi biz birlikda hozir deb o'tib ketgan ulnadagi tuzilishlarni qaytadan bir takror qilib chiqaylik. Qarasanglar oligranun. Mana aylantiryapman ko'rganinglardek oligranun. Bu yer bo'lsa insura trochlearis. Bu yer bo'lsa processus chronoideus. Mana insura radialis. Aylantirdim. Bu yer crista musculi supinatoris. Bu yer bo'lsa tuberositas ulnea. Bayam degan hürrek shu. Ma asti yuzi caput ulnea. Bu yer bo'lsa circumferentia articularis. Bu yer bo'lsa processus styloideus. Orqadagi o'sikchi. Endi mana rasm qarasanglar
Bu bilikimizdeki supinasyon haleti. Pronasyon qilib bilikimizni cho'gayotgan vaqtimizda radius, ya'ni yan bilak so'ngi ulna, ya'ni bilak so'ngimizning ustiga mana bunday qiypash shaklida tushadi. Balki mush sababdan joyini o'zgartmay turgan ulna so'ngini bilak so'ngi, yan boshlab ustiga kelgan ulnani yan bilak so'ngi degan bo'lishi mumkin. Yana bir qaytim eslataydi. Radius lateralda, ulna bo'lsa medialda. Hamda üçüncü bo'lib ko'rdiğimiz ossa manus, ya'ni qo'l so'ngaklarimiz. Mana rasmda ko'rgan bu so'ngaklarning hammasi birlashib oz manus deb ataldi. Jami 27 tane so'ngak bor bu ichida. Biz bu manusni 3 ga bo'lib ko'ramiz. Birinchisi ozza carpi, ya'ni beg'iz so'ngaklarimiz. Beg'iz so'ngimizning jami 8 tane bor. Mana shu yeşil rangdagi so'ngaklar ozza carpi. İkinci bo'lib ozza metakarpi. Ozza metakarpi degan alqan so'ngimiz. Mana shu 5 tanesi bor. Üçüncüsü ozza digitorum yoki bo'lmasa phalangis deb ataydi. Buningdan 14 tanesi bor. Ya'ni barmoq so'ngaklarimiz. Bularni bir-birlab ko'rib chiqamiz. Qaraydigan sana ozza karpi. 8 tane so'ngak bu. Sol tarafdagi rasmda qo'limizningki keyindan, dumbidan ko'rinishi. Biz birlikda sanab baqaylik qanchasi borki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 shunaqa. Oy unaq bo'lsa bayam 8 degan tuqu. Endi mana bu ichidan ko'rinishi, ichidan ko'ringan vaqtda buni bir sanab baqaylik. 1, 2, 3, 4, üstüge qo'nib qolgan birisi bor. 5, 6, 7, 8. Demak, ossa karpidan 8 tane bor. Lekin qo'limizning dumbisidan faqat 7 tanesi ko'rinadi. Alqandan qaragan vaqtimizda bir-birisining ustiga minishib ketgan. Mana shu 4-chi va 5-chi so'ngak bir-birisining ustiga keldi. Hozir bu 8 so'ngakning ismini bir-birlab ko'rib chiqamiz. Ma'lum askartib o'tib ketay. Hozir qarab buni qo'limizning dumbisi deyaldim, buni qo'limizning alqini deyaldim. Nimaga asosan dedim desanglar, miyatki radius bilan ulnaninki mayadagi tuzilish tugunchaklariga asosan, tuberkulumlarga asosan. Mana men qaranglar mana. Bundan boshqa yana bir ko'radigan bir tuzilishim bor miyada, shunga asosan ayrıymiz. Endi biz bu 8 so'ngakning ismlarini ko'rib chiqamiz. Radius va bosh barmoqimiz qaysi tarafda? Lateralda. Lateraldan boshlab sanab chiqamiz bir-birlab. Bu so'ngakning ismi radius bilan bo'g'im hosil qiladigan bu so'ngakning ismi os scaphoidium. Buning qishidagi so'ngakning ismi bo'lsa os lunatum. Men bayam degan üstə keladigan so'ngakning ichidagi dümbüsdən nəhayət aniq görə alaydigan sönkümüzün ismi os trigertum. Və dümbüsdən ko'rgan vaqtimizda bir so'ngakning keyniga müküb aldığını, mana kichik so'ngak, bu so'ngakning ismi os pisiformi. Biz hozir proksimaldagi 4 so'ngakni ko'rib chiqdik. Proksimal degan nima degan gapdi? Yaqin degan gapdi. Endi distaldagi 4 so'ngakni ko'rib chiqamiz. Ko'rganidek bu 8 so'ngak asli 2 qator bo'lib tizildi. Proksimalda hozir ismini ko'rib chiqqan 4'si bor, distalda endi ismini ko'rmoqchi bo'lgan 4'si bor. Yana o'xshash, lateraldan teshilki qismdan boshlasam, bu so'ngakning ismi os trapezium. Bunun qishidagi so'ngakning ismi os trapezoidium. Yeşil rangdagi so'ngakning ismi os capitatum. Keyindagi 8-chi so'ngakning ismi bo'lsa os hamatum. Bularning ismlarini va bir-birisi bilan bo'lgan qo'shnichilikni yaxshi bilish kerak. Bularni ismni yaxshi tutish uchun o'zimcha bir shifra qilgandim. Hozir buni bir deb o'tib ketay. Radiusdan boshlaymiz. Radius lateralda, ya'ni bosh barmoqimiz bu tarafdan sanaymiz. Tunji bo'lib proksimalni, undan keyin distalni. Men qarasanglar, scaphoidiumning C'sini aldım, samat bo'ldi. Lanatum lag'man bo'ldi. Trigertum trishib bo'ldi. Pisiformi pishirdi bo'ldi. Shuning bilan proksimaldagi bu qurni ismni tutilish uchun bir-birisi bilan qo'shnichilikni tutilish uchun tuzgan jumlam samat lag'manni trishib pishudi bo'ldi. Distaldagi bu quri uchun yana o'xshash, bu birinchi so'ngakning ismi trapeziumti taus bo'ldi. Trapezoidiumti tahirning bo'ldi. Trapezoidium trapezium qaraganda biroz uzun. Shunlashqa taus 2 bo'g'im, tahirning 3 bo'g'im bo'lib, tahirning bu uzun bo'ldi. Undan keyin capitatum bo'lsa kallisi bo'ldi. Hamatum bo'lsa xas bo'ldi. Shuning bilan garchi ancha qamlashib ketmagan bo'lsa-mu, Tavus tahirning kallisi xas degan bu jumla bilan bu so'ngaklarning qo'shnichilik ismida qolganti, shuni o'rtoqlashdim sizlar bilan.
Əmdi növbət ossa metakarpiyə gəldi. İndi bizning alqan so'ngaklarimiz. Alqan so'ngimizin jami 5 tanesi var. Bularning hammasini birlashtirib, mana rasmda ko'ringanidek ossa metakarpiya deb ataymiz. Bularning har birini ayrim-ayrim baş barmog'imizdan boshlab sanab, baş barmog'imizdagi alqan so'ngakni ossa metakarpiya 1, ko'rsatkich barmog'imizga to'g'ri kelgan yerdikisini ossa metakarpiya 2 deb mushu bo'yicha ismlantirib ma'amiz. Endi qaraydigan bo'lsanglar, metakarpiyaninki 3 qismi bor. Beg'iz so'ngimiz bilan tegishib turadigan ostidagi qismini bazis metakarpiyalis deb ataymiz. Bu yerdagi teni gövdesini korpus metakarpiyalis deb ataymiz. Barmoqlarimiz bilan bo'g'im hosil qiladigan eng uchtik tarafini bo'lsa, kaput metakarpiyalis deb ataymiz. Esinglarda bo'lsin, bazis metakarpiyalis bilan kaput metakarpiyalisni o'rnini almashtirib qo'ymasligimiz kerak. Bundan keyin agar miyaga diqqat qilgan bo'lsanglar, mana miyada bir tane kichik so'ngakchik bor. Bu so'ngakchikni biz o'z sesamoidium deb ataymiz. Bulardek mana metakarpiya 1ning ustida yaralgan. Endi biz birlikda ossa digitorum ya da phalanges deb ataymiz. Barmoq so'ngaklarimizni ko'rib chiqibmiz. Barmoq so'ngimizning jami 14 tane bor. Biz bu phalanges so'ngaklarini 3 ga ayirib turib ko'ramiz. Birinchisi phalanges proximalis, ya'ni yaqin bo'g'im barmoqlari. Ko'rganinglardek mana mushular shu. Buningdan 5 tanesi bor. İkincisi bo'lsa phalanges media. Phalanges mediadan faqat 4'si bor. Nimishqa desanglar baş barmog'imizningki phalanges media, ya'ni o'tir bo'g'im barmog'i yo'q. Uchinchisi bo'lsa phalanges distalis, ya'ni yiroq bo'g'im barmog'i. Buningdan o'xshash 5'i bor. Phalangesga o'xshash bazis phalanges, ya'ni ostidagi uli, korpus phalanges, ya'ni phalangesninki teni, badani, kaput phalanges, ya'ni phalangesning beshi deb mushu 3 qismga bo'linadi. Mana rasm qarasanglar, phalanges distalisninki, ya'ni eng uchidagi yiroq bo'g'im barmog'imizningki davomi bo'lmaganligi uchun bu yerda bir hurrak bor. Bu hurrakni biz tuberositas phalanges distalis deb ataymiz. Mana mishalar shu har bir barmog'imizning uchida bor. Bundan boshqa bayam deb o'tib ketgan o'z sesamoidium degan bu so'ngakni bu rasmda bek yaxshi ko'ra olamiz. Mana mushu ikki so'ngak shu seriq rangda bo'ydim. Uyg'urchada bek chiroyli ataydi ekanmiz, urug'chi so'ngki deb. Haqiqatan urug'da kichik so'ngakka. Kasbdoshlar, bugungi darsimiz mushad oxirlashdi. Oxirida xitoycha va uyg'urcha selishtirmali rasmlarni qo'yib qo'ydim. Foydalansak bo'ladi. Oxirida hammanglar uchun bu darsning manfaatli bo'lishini tilayman.